aliment miqdorini oshiruvchi va ajrimlarni sun'iy ravishda kamaytiruvchi qonun loyihasining muhokama jarayonlari o'z yakuniga yetdi. Oxirgi loyihada ham bir bola uchun to'lanadigan alimentning eng kam miqdori minimal iste'mol xarajatlaridan kam bo'lmasligi belgilandi. Ya'ni bugungi kunda bu bir bola uchun 715 ming so'mdan kam bo'lishi mumkin emas. Ya'ni ko'proq to'lash mumkin, lekin 715 mingdan kam to'lash mumkin emas. 8-may kuni Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan aynan ushbu loyiha Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. Endilikda Vazirlar Mahkamasi qonunchilik tashabbus huquqi asosida ushbu loyihani qonun loyihasini Qonunchilik palatasiga kiritadi. Demak, yaqin kunlarda oila qonunchiligida nafaqat ajrimlar bo'yicha, balki aliment bo'yicha ham katta o'zgarish bo'lishi kutilmoqda. Ushbu xabarni aliment oluvchi va aliment to'lovchi yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Aliment bo'yicha so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga a'zo bo'lgan holda batafsil ma'lumot olib borishingiz mumkin.